Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz undosh harflarini o'rganib boshlaymiz. Birinchi uchta undoshni, ya'ni k ning uchta holatini birga o'rganamiz. Bizga tushunarliroq, osonroq bo'lishi uchun. Bo'g'inning boshida yoki oxirida k deb talaffuz qilinadi. Lekin unlilar so'z o'rtasida, unlilar o'rtasida kelsa g deb talaffuz qilinadi. Birinchi k, g harfimiz oddiy, yengilgina k deb talaffuz qilinadi. Hattoki so'zning oxirida bilinar-bilinmas holatda talaffuz qilinadi. Masalan, pak deyilmaydi, pak. Boshqa undoshlari ham so'zning oxirida, so'z bo'g'inning oxirida, so'z tugaganda yengil talaffuz qilinadi. Ikkilangan k undoshi bu xuddi o'zbek tilidaqa ikkilangan k kabi talaffuz qilinaveradi. Faqat ingichkaroq aytiladi, talaffuz qilinadi. Chunki bizda uchinchi k harfimiz bor. U k harfimiz portlovchi hisoblanadi. Mana bu k harfimiz qattiq portlovchi k harfi hisoblanadi. Bizda bunaqa harf yo'q. Ya'niki tovushimiz og'zimizdan sirg'alib, portlab chiqqanday talaffuz qilinadi. Bularni keyinchalik misolda oson ajratib olish. Birinchi holatdagi k, oddiy k, g harfimizning yozilishi chapdan o'ngga va tepadan pastga qarab, xuddi mana shu holatda yoziladi. Faqat istisnoli holati shundaki, agar tik unlilardan oldin kelsa, bo'g'inning boshida, tik unlilardan oldin faqat bo'g'inning boshida kelsa, mana bu sal yettiga o'xshab yoziladi. Masalan, bundan keyin biz bemalol tik unlidan masalan a ni yozganimizda xuddi mana shu holatda yoziladi. Keyingi ikkilangan k'miz shunchaki ikkita k harfining ketma-ket kelish holati bo'ladi. Yozilishi xuddi k ni o'zidek. Uchinchi k harfimizning yozilishiga e'tibor beramiz. Unda mana o'sha k ning yozilishi va unga bu qo'lyozmada mana yozilishini ko'rsatib beryapman. Yuqoridagi holat esa bu bosma harflarda yozilgan holati. Siz daftaringizga yozayotgan paytingiz xuddi mana shu holatda yozasiz. Mana chapdan o'ngga, tepadan pastga va bel bog'ini o'zingizga ma'qul holatda qo'yib olasiz. Bularning husnixati. Qanday o'qilishini yozib olamiz. Mana undan keyin unli keldi. Mana k. Ana endi shu joyda tushunarli bo'lish uchun o'zimizni avvalgi k'mizni ham yozib olamiz. K. Portlovchi k bilan ham talaffuz qilib ko'ramiz. Mana. Birinchisi k, ikkinchisi k, uchinchisi k. Xuddi shunday farqi. Bugunchalik talaffuzini to'g'ri talaffuz qilish, husnixatini to'g'ri yozishni o'rganib olsangiz kifoya qiladi. K. Xuddi shunday tarzda talaffuz qilasiz.